Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, charchamayapsizlarmi? Dalamizdan bir lavha. Dala ham xuddi o'sha bo'yicha turibdi ekan, ana qarang. Ko'chatlar ham, unaqa qaqshatib ham ketmagan, boshi ham ketmagan. Chunki bular immuniteti balandda, yangi kelgan. Shundan ham sal toza bu mana yashil bo'lib turibdi. Shular albionlarimiz. Qolgan joylar hammasi shu endi hamma joyda qish fasli qanday bo'lsa shunaqa bo'ladi. Bugun biz Angliyamizda ham quyoshli kun. Endi mana bu voloknolarda ehtiyot chatoq tashab qo'yganmiz, shtobi. O bahorda kerak qoladimi? Qishlarda yopdik kechagina, kuzda, boshida nima deydi? Sal 1-2 kunlik qor bo'lganda, noyabr boshida. Mana shunaqa holatda ketyapti hammasi. Mana agrovolokno materiallarni endi bu yil almashtiramiz. Bir ikkita joylari yirtilib tutildi. Chunki quyoshga chidamli yo'q. Bu nam bo'lib tursa, yaxshilik mana bunaqa joylarni olib tashlab, bu yil yangilaymiz ular hammasini. Mana albionni ham qoldirdi, mana shu. Mana bu ekan. O'sha bahorda birinchi ekkan albionlar mana shu 3 tariqda. 1, 2, 3 qanday rezultat qanaqa bo'lar ekan degan maqsadda shuni qoldirib qo'ygan. Ma'lo bular bo'lib turibdi. Orasiga ko'chat ham ekmadim men. Endi eksak bahorda ekib ko'ramiz buni. Shunaqa holatda. Mana albalarimiz ham. Endi buni erta kuni kelganda yaxshilab tozalab, kerakli agrotexnikalarni qilib, bahorda xudo solsa yo'nalishga qo'yib olamizda. Har qishda ham dalaga kelsangiz yaxshi bo'larkan, chiroyli. Endi bahorda chiroyli manzara bo'ladi. Kleriyalardan xuddi shu holatda. Mana bu bo'lsa o'sha iyullarda ekilgan, avgustda ekuvdik, iyulda ham ekuvdik shuni. Albionlarimiz xudo xolasa. Mana o'tlarini tozalamayapman, ishtob o'tlarim salpal bularni. Nima deydi, bag'rini qattiq sovuq-povuqdan ishlab turadi. Endi biroqlar bahorda yaxshilab tozalaymiz-da bularni. Mana pastamonga ekkan albionlarimiz. Endi men qo'yay desam loybex. Hammasi bahorda ekilgan. Kecha kuzda ekilgan albion ko'chatlarimiz bular. Ularning holati mana yaxshi yomon emas. Bunday olganingizda chiroyli bo'lib turibdi. Hammasi albion bo'ldi. Shu narigi boshdan tortib, bu yerga o'sha oxirgacha bittani bu yerda 10 talarda kleri alba bor. Mana buning hammasi albion. Maqsad ko'chatni ko'proq olish, bu yilga kattaroq, kengroq maydonlarga ekish. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar, dehqon akalar. Har birimiz dehqonchiligimizga Alloh taolomiz baraka bersin. Qishda xonada, yozda dalada dehqon baribir tinmaydi bilasizlar. Charchamanglar.